Assalomu alaykum. Qanday qilib to'g'ri poyabzal tanlash kerak? Bugungi beradigan ma'lumotimiz shu haqda bo'ladi. Bu juda muhim, chunki noto'g'ri poyabzal tanlash oyoq og'rig'i, tizza og'rig'i, hattoki ba'zan o'zimizga sezilmasa-da, bel umurtqa og'riqlariga ham sababchi bo'lishi mumkin ekan. To'g'ri poyabzal tanlashda nimalarga ahamiyat berish kerak? Birinchidan, o'z oyoq shaklingizga mos poyabzal tanlang. Chunki hammaning oyoq shakli har xil. Kimningdir oyog'i keng, kimningdir oyog'i tor, kimningdir oyoq panjasi uchburchak, kimnikidir to'g'ri bo'ladi. Siz o'z oyoq shaklingizga mos poyabzal modelini tanlashingiz kerak. Ikkinchidan, poyabzalning materialiga ahamiyat qarating. Men tavsiya qilaman haqiqiy teridan bo'lgan oyoq kiyim kiyishni. Chunki haqiqiy teri havo o'tkazadi, oyoqni terlatmaydi va sizga uzoq yillar xizmat qiladi. Sun'iy terilardan bo'lgan oyoq kiyimlar havo o'tkazmaydi, oyoqni terlatadi va tez yirtiladi. Uchinchidan, poyabzalning ichki tagliklariga, ya'ni stilkalariga ahamiyat qarating. Ortopedический bo'lgan stilkalardan foydalanish kerak. Bu oyoqning poyabzalga qulay joylashishini ta'minlaydi va uzoq masofaga yurilganda ham noqulaygarchilik tug'dirmaydi. Bugungi beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Keyingi videolarimizda poyabzalning tashqi tagliklari, ya'ni podoshvalar haqida gaplashamiz.